bek malades bolam, erimning hammaga yordam beryapti desam, ustoz deydi, shu bola bizga yordam bermas, ona tilini o'ta olmasdik deydi. Tushunmaganimiz borib so'radik deydi. Rahmat ayting. Yuqori o'rinlarni olib, shu birinchi o'rinni olib, o'zining odobi, xulqi, ustozga bo'lgan hurmat, izzati, sabri eng muhim. Erkakdoy, tanti, lekin harakati bor bo'ladi. Ustozim alohida tashakkur aytdilar sizga oyijon, dadajon deb rahmatlar aytib, tabriklar qo'ying mani nomimda. Jahongir, harakatlaringiz bilan tabriklayman. Men juda xursand bo'laman. Sobit turdingiz, mahkam turdingiz qadratlikda. Bu yuridik soha har kimga emas. Bu yuridik sohaning nomini yeyish uchun tishi temirdan da battar qattiq bo'lishi kerak. Bu kodekslarni, bu qonunchiliklarni yodlay olib, bu sohani o'zini abituriyentligiga ochishni faqat juda katta faxr.